alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Koronavirus infeksiyasi bo'yicha dunyodagi epidemik vaziyatga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 2020-yilning 23-may kuni soat 8 da olingan ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha 5,4 million aholi ushbu kasallik bilan kasallanganligi qayd etildi. Shundan 2158 nafari yoki bo'lmasam dunyodagi 212 ta davlatda ushbu kasallik qayd etilgan bo'lsa, shuncha nafari sog'ayganligini, ming afsuski 340 mingdan ortiq shaxs ushbu kasallikdan dunyo bo'yicha vafot etganligini kuzatishimiz mumkin. Dunyodagi epidemik vaziyatda to'xtalib o'tiladigan bo'lsa, axborot bu hamma uchun doimiy ravishda zarur va kerak narsa. Odamlar o'zi eshitish kerak. Har xil ma'lumotlardan olingan ko'ra, rasmiy saytlarda berilgan ma'lumotga ko'ra, ushbu kasallik bilan eng ko'p aziyat chekayotgan bu Amerika Qo'shma Shtatlarining aholisi bo'lib, bugungi kunda 1,6 million aholi ushbu kasallik bilan kasallangan. Keyingi o'rinlarda Braziliyada 330 ming, Rossiya Federatsiyasida 326 ming, Ispaniya 281 ming, Buyuk Britaniyada 254 ming, Italiyada 228 ming, xuddi shuningdek Fransiyada 182 ming, Germaniyada 179 mingdan ortiq, Turkiya davlatida 154 ming, Eron davlatida 131 mingdan ortiq aholi ushbu kasallik bilan kasallanganligi, kasallanganlarning o'rtacha 2,8% ushbu kasallik oqibatida olamdan o'tganligini qayd etishimiz mumkin. Quyoshning isishi, kunlarning isishi oqibatida ushbu kasallik kamayadi deyilgan yaxshi taxminlar bor edi, lekin ming afsuski bugungi kungacha ushbu kasallik bilan Yevropaning qator davlatlarida, shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarida ushbu kasallik jadal sur'atlar bilan o'sib kelayotganligi, har kunlik kasallikni qayd etilishi susaymayotganligi yoki bo'lmasam qisqacha unga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlarida bir kunda kasallikni qayd etilganligini 24 ming nafar aholida, Braziliyada 19,900, Rossiyada 8,894 nafar shaxs ushbu kasallik bilan bir kunda kasallanganligi. Shu jumladan ularning 10% da, ba'zi bir davlatlarimizda 10% da ushbu kasallikdan olamdan o'tganligini kuzatishimiz mumkin. Bizga qo'shni bo'lgan davlatlarda ham ushbu kasallikni qayd etishi har kunda kuzatilib turganligini kuzatib boryapmiz. Ya'ni Belarusiyada ushbu kasallik bir kunda 932 ta holatda, Ukrainada 442 ta holatda, Afg'onistonda 540 ta holatda, Qozog'istonda 363 ta holatda, Ozarbayjonda 106 ta holatda, Tojikiston Respublikasida 201 ta holatda ushbu kasallik yangi qayd etilgan. Ya'ni bir kun davomida kasallik qayd etilgan bo'lib, o'rtacha 34 mingdan 2,5 minggacha bo'lgan odamlarda, qo'shni davlatlarda ham ushbu kasallik qayd etilgan va ushbu kasallik bilan kasallanganligini kuzatishimiz mumkin. Kasallanish ko'rsatkichi susayib bormoqda, lekin kasallik susayib borishi bu kasallik bilan kasallanishni to'xtatadi yoki bo'lmasa ushbu kasallik bilan qayd etilmayapti degan ma'lumotdan yiroq. Respublikamizga alohida to'xtaladigan bo'lsak, 2020-yilning 23-may holatda ertalab soat 8 holatiga respublikamizda 3078 nafar shaxs ushbu kasallik bilan kasallanganligi, ularning 81% davolanib chiqqanligi, ya'ni 2492 nafar shaxs bugungi kunda davolanib oilasi davrasiga qaytganligini kuzatishimiz mumkin. Olib borilgan davo muolajalariga qaramasdan qolaversa, kasallikni o'z vaqtida, bemorlarni o'z vaqtida murojaat qilmaganligi, og'ir asoratlar bilan kuzatilganligi va boshqa bir qator qo'shimcha kasalliklar bilan kasallanganligi evaziga respublikamizda bugungi kungacha 13 nafar shaxs ushbu kasallikdan ko'z yumganligi hammamizga ma'lum. Lekin kasallikni qayd etib borilishi, respublikada olib borilayotgan bir qator epidemiologik va profilaktik tadbirlar evaziga kasallikni qayd etilishi aholining sog'lom muhiti yoki bo'lmasa aholining sog'lom qatlami orasida kundan kun sayin kamayib bormoqda. Respublikamizda bugungi kunda ertalabki kasallik qayd etilgan 42 ta holatning 40 tasi karantin markazlaridan, ya'ni chet eldan olib kelingan charter reyslar bilan olib kelingan va chet eldan o'tgan fuqarolarimiz orasida kasallik qayd etilgan. 2 nafarida esa bu uzoq masofaga qatnovchi avtotransport vositalari haydovchilari yoki bo'lmasa dalnibo'shliklar deb aytiladi. Ularning orasida 2 nafarida kasallik qayd etilganligini kuzatishimiz mumkin. Bu bilan kasallik faqatgina chet el fuqarolar orasida ekan, O'zbekiston aholisi orasida o'sha kasallik qayd etilmay qo'yibdi degan misolni bu hammamizda yiroq bo'lishi kerak. Ya'ni respublikamiz aholisi orasida ham kasallik ko'rsatishi bitta ikkita holatda qayd etib turilibdi. Shu jumladan kasallanganlarni hududlar kesimida ko'radigan bo'lsak, bizda epidemiologik jihatdan bugungi kunda
qizil zonada turgan yoki bo'lmasam epidemiologik jihatdan kasallik ko'p qayd etilayotgan hudud bu Samarqand viloyati, xuddi shuningdek Navoiy viloyati va keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati va Toshkent shahrida kasallik bitta ikkita holatda aholining sog'lom qatlami orasida ham qayd etilib turibdi. Bu hamki bo'lsa, ularni yaqinlari orasida, ya'ni muloqotda bo'lganlar orasida sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazlari tomonidan o'tkazilayotgan epidemiologik surishtiruvlar natijasida kasallanganlar bilan muloqotda bo'lgan yaqinlari, qarindoshlari va ish joyida birga muloqotda bo'lganlar orasida ham ushbu kasallik bugungi kungacha davom etayotganligi, kasallikni butunlay hali tugatilmaganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Kasallikni respublikada butunlay tugatilishi bo'yicha bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan aholining barcha qatlamiga tushuntirish targ'ibot ishlari, qanday qilib odam o'zini himoya qilishi, yaqinlarini himoya qilishi kerakligi aytib o'tilishiga qaramasdan, lekin ba'zi bir shaxslar orasida ushbu tadbirlarga panja orasidan qaratilayotganligini ham guvohi bo'lib turibmiz. Ya'ni respublikada karantin tadbirlari biroz yumshatilishiga qaramasdan, lekin respublikamizning aholisi qizil hududlarda ham avtomobil transportlarini belgilangan muddatda, ya'ni ertalab va kechqurun haydash o'rniga kunning xohlagan istalgan vaqtida haydab yurilishi, qolaversa taksi vositalarida o'rtasida plyonka bilan, ya'ni oldingi va orqa sidonda, orqa o'rindiqda o'tiradigan yo'lovchilar ajratilishi o'rniga hali ham ushbu vositani olib tashlanganligi yoki bo'lmasam karantin hududlarida yoki o'sha yashil hududga hali o'tmagan, bugungi kunda kasallik qayd etilib kelinayotgan qizil hudud va sariq hududda ham odamlarning gavjum bo'lib to'planishlari, ularni kechalari ko'chaga chiqib birga ko'chada o'rtoqlari, og'aynilari bilan suhbatlashib o'tirishlari, hattoki yetkazib berish uchun mo'ljallangan kafe, restoran, oshxonalarning atrofida u yerda ichkarisiga kirish imkoniyati bo'lmasa, lekin ushbu joylardan taomlarni, hatto kofe, salqin ichimliklarni olib tashqarida kafe atrofida turgan holatda bo'lsa ham gavjum iste'mol qilib turish holatlari. Qolaversa, oraliq masofani saqlash imkoniyati mavjud. Ushbu kasallikdan himoyalanish imkoniyatimiz mavjud bo'lgan bir vaqtning o'zida, lekin ushbu qoidalarga amal qilmayotgan fuqarolarimiz ming afsusga uchrab turibdi. Ushbu tadbirlarni bajarilishiga barcha shaxs majburligi, ushbu tadbirlarni karantinning qaysi hududda bo'lishidan, ya'ni ushbu sariq, yashil yoki bo'lmasam qizil hududdan bo'lishidan qat'iy nazar niqoblardan foydalanish doimiy ravishda, qo'llarni doimiy zararsizlantirish usullari yordamida zararsizlantirib turish, antiseptiklardan foydalanish, qolaversa qo'l tez-tez yuvib borilishi, rezina qo'lqoplardan foydalanish kabi tadbirlar u kunning istalgan vaqtida va respublikaning istalgan hududida u qizil rangda bo'ladimi, yashil rangda bo'ladimi, sariq rangda bo'ladimi, ushbu tadbirlarni bajarishga barchamiz mas'ul ekanligimizni, lekin unutib qo'yishayotganligi bu achinarli holatda. Respublikamizda olib borilayotgan tadbirlarni barchasining to'laqonli bajarilishi ushbu kasallikni bir shaxsdan ikkinchi shaxsga yuqishini oldini olishda. Qolaversa, ularning yaqinlari, oilasi davrasida ushbu kasallikni kamayishiga va oxir-oqibat butun jamiyatda ushbu kasallikni kamayib tugashiga olib keladi. Bu narsani hammamizga bir shiordek bo'lib qolish kerak, ya'ni 3 ta qoidaga doimiy ravishda amal qilinish kerak. Niqoblarni doimiy ravishda foydalanish, kunning xohlagan vaqtida, istalgan vaqtida niqoblardan foydalanish. Ikkinchi, qo'llarni doimiy ravishda toza tutilishi, tez-tez qo'llarni sovunlab yuvilishi, antiseptik vositalardan foydalanishi va qo'lqoplarda yurilishi va oraliq masofani saqlanishi. Ya'ni 2 metr oraliq masofani do'konlarda bo'ladimi, savdo do'konlarida bo'ladimi, ko'chadagi harakatlanayotganimizda bo'ladimi, parklarda sayr qilinayotgan vaqtda bo'ladimi, xohlagan vaqtda respublikaning xohlagan hududida, hattoki ish o'rinlarida oraliq masofani saqlagan holda faoliyat yuritishimiz ushbu kasallikdan himoya qilishning asosiy vositalaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda so'zim yakunida shu narsani ta'kidlab etmoqchi edimki, kasallikni olib kirilishi, kasallikni tarqalishiga barchamiz mas'ul ekanligimiz. Bunda faqatgina nazorat qiluvchi organlar tomonidan ichki ishlar, Milliy gvardiya va sanitariya epidemiologik nazorat davlat inspeksiyasi xodimlari tomonidan emas, jamoatchilik nazoratini ham ishlashi, ushbu kasallikdan himoya qilishda, ushbu kasallikni kamayishida alohida o'rin tutadi. Shu bilan bir qatorda har bir hududdagi davolash muassasalari bo'ladimi, ushbu hududdagi boshqa korxona, tashkilot, qurilish tashkilotlari, savdo obyektlari barchasida kirib chiqishda albatta odamlarning tana haroratini o'lchashimiz
va ularga tana haroratidan tashqari klinik belgilari bilan bo'ladigan bo'lsa, birlamchi yordam ko'rsatish uchun ma'lumotlar, eslatmalarning yetarli darajada tarqatib berilishi va tez xonalarning shamollatilishi ushbu kasallikka qarshi ogohlikni doimiy ravishda kuchaytirib borishimiz kerak. Domlamiz aytib o'tganda, ertaning hayit kunlarida ham ushbu kasallikdan himoya qilish bo'yicha barchamiz oilamiz davramizda qolishimiz, oilamiz atrofida dam olish kunlarini, hayit, bayram kunlarini yuqori kayfiyatda o'tkazishimiz va ushbu kasallikka qarshi kurashning barchamiz o'z oldimizga hissa qilib qo'yishimiz, o'zimiz oldimizga qo'yishgan burchimiz deb tan olishimiz ushbu kasallikdan respublikamizni ozod bo'lishiga, ushbu kasallikka qarshi kurash tadbirlarini samaradorligini yana bir karra oshirishiga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.